Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Tinchliklar. Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Densalomlar. Ikkinchi obyektga keldik. Endiroqda bitta obyektga borgandik. O'zimiz chang ekanman. Densalomlar yaxshi, ishlaringiz bo'ldi-mi? Yana kanalimizda yaman ko'p suylaydi ekan deysiz. Mana do'stlar, ikkinchi etajda yuribmiz. Mana shpagilovkalarni tugatib, hozir kraskaga, aboyga tayyor. Mana patolog turi. Mana. Mana. Bu yerlarga ramka bo'ladi. Paroylari bo'lgan ekan. Tayyor hozir. Shpagilovchilar tugadi. Ertaga elektrik kelib avtomatlarni qo'yib ketadi mana. Maydan mana duvol bor ekan, duvolni buzuq. Yerga bunday taraq bo'ladi. Bunday bo'lib, bu yerga ham taraq bo'lib, bunday bo'lib maydan taraq bunday aylanib, maqa taraq tushadi. Ramka bo'ladi bellar. Plastika high-tech remont bo'lib bo'ladi. Do'stlar mana ko'ringizmi? O penani shpagilovka qilib qo'yib o'g'illar do'stlar. Qo'lingizdan kelgancha uyda kelsa ham osonlikcha pul topib aytadi. Mana. Shimi aytgandek qilishibdir mana. Maylar. Gipsa gardonni olib borib turib, keyin shpagilovka qilsangiz, mana uni pena qo'yadi, pena ustiga shpagilovka qilib qo'ysa bo'ladi do'stlar. Qo'ldan kelgancha yaxshiroq qilib beraveringlar do'stlar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Mana ular nima bo'ladi debdir-da. O qora-qoralar. Ularni pok yopishtirib ketadi. Hozir pok yopishtirishdan lazım az-az shpagilovka qilib qo'yilib, yopilib ketadi. Mana ularga ham uголокlarni qo'yib chiqarishgan bolalar. Ko'ringizmi? Ha, bitgandan keyin yana bir qator ko'rsatamiz. Mana litsenziyalari tonni kulchga topshirilgan bu obyektimiz. Va pastlarni ko'rsatib. Bu çiftler ponni bo'ldi. Mana do'stlar. Tepa pas ponni buttu. Bu ham zal ekan mana. Bunalar, faqat kraskasini tanlab bersangiz, bunday Kanalimizga kelsalar, podpisatsiya bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlardan kommentariy bizga podдержка bo'ladi do'stlar. Qo'limizdan kelgancha mana shu obyektni o'zi mana litsenziyasini uyda egasiga besplatniy qilib suylashib qilib berdik do'stlar. Qo'limizdan kelgancha yengilroq qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Mayli tinch bo'linglar do'stlar.